Urfaga, Ichonkovaga geldik. Xorazmchevani o'rgandingizmi manimcha? Ozgina. Tushunasiz, Xorazmcha gaplaverman esa. Xorazmda qaysi ovqatlar siz ko'proq? Nomlari esimda yo'q, juda ham ovqat turi ko'p ekan, lekin birinchi navbatda to'yim kuni osh yedim. Xorazmning oshini oxirgi marta qachon yeganim esimda yo'q, lekin juda ham yoqdi. Juda. Suzma palov yedingiz shunda. Suzma palov deymiz. Ha, o'shandan yedik. Tuxumbarakmi? Tuxumbarak zo'r. Tuxumbarak har doim yoqqan. Bugun xolajon yana qilib beraman deyaptilar. O'zingiz o'rgandingizmi tuxumbarakni? Yo'q, hali. O'zlari Endi o'rgatadilar. Bugun xolajon o'rgatadilar. Ana istoriyaga qo'yamiz. Bo'ldi, Aytsam, urf odatlardan mazza qilib, vaqtim qanaqa o'tib ketganini bilmay qoldim. Urf odatlar ayniqsa hech bir viloyatda yo'q urf odatlar bizda. Chiroyli. Endi asosan Toshkentda bunaqa supermarketlar har doim o'zim shunaqa joylardan bozorlik qilganimga, oyijon produktni qilib kelamiz deganlarida men o'yladim qanaqadir bozorga boramiz deb o'yladim. Lekin kelsam, xuddi hech bir shahardan kam joy yo'q. Qaytanga juda ham keng, bemalol, narxlari ham chiroyli bo'lgan joyga olib keldilar. Kecha eshitgandim bu joy haqida, Daritown degan joy haqida va hozir kelib ko'ryapmiz. Hamma narsa bor. Hamma narsa, go'sht ham xili, nimaiki bo'lsa, qanaqa mahsulot bo'lsa, hammasini har xillaridan olib kelib qo'yibsizlar. Rahmat kattaxon. Xalq uchun bu hammasi. Xalq bo'ylab shunaqa chiroyli, yaxshi, toza mahsulotlarni olib kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat, har doim bozorlik qilamiz. Rahmat. Har doim supermarketimizda sizni ko'rishdan xursand qolamiz. Endi Xorazm galina bo'ldingiz, baribir xarajatni o'zingiz kelaverasiz. Inshaalloh. Shu